Bir hatani kıldım benim vatandaş. Hazır sözü geldik siyemle aldım mı anladım bu kamera bilenmeye kaldım bu. Hudayım. Hudayım. Endikilik siyemez vatandaşım. Yok arkadan devamı. Bu arkalık. Bugün Çislak 2024 yıl 9. ayının 6. günü vatandaş. Yok arkalık şeylerine devamı. Bu arkalık yani imborgu kılıçtı saklanmakçı oldu. Çünkü o hükümeti pakta meselesi, Rusya gerdem kılıçtığın kumanlanış meselesi, anda 3. meselede G'arb dünyasının pakta meselesi bu içe, yaki kişilik hukuk meselesi bu içe, paktı münasebetlik mesulatlarını imborg kılıçtı saklanmakçı oldu. Tayvanlık devlet bir haterlik emeldarlar ismini atap durup görürsep, mundaq görsetdi. Bu katip siyaset icra kıldığan kişi, Şinjan ülkülük, yani Şinjan Uyghur Abnum Rayonunun Partikom'un sekreteri Maşanri. Başlayayım dedik. 9. ayın 2. günü Erkin Asya'nın xabriga Uyghur Til Gruppasının xabri qarısınız. 2. günü Maşanri Qorçaq parlament. Şinjan Uyghur Abnum Rayonlu Qorçaq parlamentda qarar çıkarıp Amerika'nı tanqidlagan, Amerika'nın imborgu qilishini tanqidlagan, Amerika'nın Şinjan'da Uyghur qirg'inchiligi ko'ngil bilishini tanqidlagan qaror loyihasini e'lon qildi dedi vatandaşım. Hazır bir yere Tayvanliklar nima deydi? Chiroyli qoldi shundoq dediki, buni Şinjan'da gubernator Maşinrining qo'li bilan ijro qiladi. Tayvanda qo'zg'algan bu to'lqin Tayvan YouTube yerlerini Jungo'ga taklif qilib, Jungo'dan Şinjan'a berib video film ishlashga ilhom berish va tashkillash Tayvanda zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Tayvanning dangdor YouTuber Fu Tiwang 6. ayda material e'lon qilib, Jungo hukumati pul xarjlab Tayvan YouTuberlarining Jungo'ga berib video film ishlashini talab qildi. Yoki o'rinlashtirdi deb ko'rsatdi. Yaqinda yana bir YouTuber 2. Fu Tiwangning Jungo'ga berib video film ishlaganligini o'ttirg'i chiqadi. Fu Tiwang ham o'zini oshkorlab fikr qoldirib mundaq ko'rsatdi. Haqiqatan Şinjan'a berib mustamlika Uyg'uristonning hozirgi ahvolini ushirib maqtaydigan, ya'ni Kompartiya ko'rsatib bergan atalmış yaxshi ahvolini Şinjanning ushirib maqtaydigan video filmlar o'ttirg'i chiqdi deb ko'rsatdi. Biz başlayayım dedik, Tayvan YouTuberlerini taklif qildi, tashkilladi, mustamlika Uyg'uristonga gelip bardi. Ular ishlagan video filmlar o'ttirg'i chiqdi deb hozir Tayvan davlat bexatarligi amaldorlari o'zi qatnashgan yig'inda shuni da'vatida vatandosh. Fu Tiwang tahlil qilib bunday ko'rsatdi. Bir YouTuber ekan Tayvanda. Şinjan'ı uçurup maqtaydigan bu video filmler chet el matbuotlari xabar qilayotgan jazolash lagerlar to'g'risidagi xabarlarni yolg'onga chiqarish, balki Şinjan bek dostona, Şinjan bek bilan bexatar joy deb maqtashni vosita qilgan video filmlardir. Tayvanliklar muşunu işledi, muşu video filmlerini Tayvan'a elip bilip cemiyet koyup verdi dedi. Bu Katar'daki video filmler Tayvan YouTuberleri Jungo Kompartiya azaları chet elge teşviqat yürgüzüşte paydalanadigan sahne bolğanlığı ve vasıta bolğanlığından başka bu YouTuberlar, yani Tayvan YouTuberlerinin video filmlerine inkas yazgıcı bir nefer kişi inkas yazganda mundaq yazdı. Xitayning matbuot tili bilan inkas qoldirib,
qonga bo'yalgan zaminni yuyib tozalash. Tayvan youtuberlari uni ishlab Tayvan jamiyatida qo'yib turibdi. Uning inkas yozuvchi bir tayvanlik shunday debdiki, qonga bo'yalgan zaminni yuyib tozalash. Yani Tayvan youtuberlari Şinjan'da ishlagan video filmning maqsadi mushu. Yuyib tozalash deganlikda fikr yozdi. Tayvan youtuberlari Şinjan'a berib ishlagan video filmlarda, sayohat filmlarida Şinjan'ning manzaralik joylari suratga olindi. Lekin uzundan aytganda, bu youtuberlarning ta'sir kuchini yaxshi ko'rib qoldi. Çünkü bu youtuberlarning ta'sir kuchini yaxshi ko'rib qoldi. Birinchi qadam shu bo'ldiki, ular Şinjan'a kirdi, chetga qilmadi. Bu chetga qilmadi degan ma'noni qanday tushunish kerak? Masalan, Şinjan kommunistlarning hukmronligidagi Şinjan hozir mustamlik Uyg'uriston. Tayvanliklar u yerga yetib borganda Tayvanlikni chetga qoqmaganlar Uyg'urlarmi va yoki shu yerga ko'chib borgan ko'chman Xitoylarmi? Buni bu yerda ochiq aytmabdi vatandosh. Agar buning ichida Tayvanliklar u yerga yetib borganda Tayvanliklarmi Xitoy bo'lganligi uchun asli Xitoylarni chetga qoqqandek, Uyg'urlar bu Tayvanlik Xitoylarni chetga qoqdimi, yo'qmi degan masalaga berib chetildigan ish bo'lishi kerak. Nima dedi? Tayvanliklar Şinjan'a borganda chetga qilmadi. Ko'p bir qism Tayvan youtuberlari Jungo Kompartiyasining pul xarjlab Tayvan youtuberlarini Şinjan'a berib video film ishlashiga tashkillaganligini inkor qilsa-mu, biz Xitoyning pulini xarjlamadik, kommunistdan pul olmadik, biz faqat o'zimiz bordik deb o'zini aqlab tursa-mu. Lekin o'xshash bir vaqtda ko'plagan Tayvanlik youtuberlarning kelishib olgandeklar bir vaqtning ichida Şinjan'da paydo bo'lishi hargiz bu ish tashkilsizlik emas. Agar biz bu ish tashkillik, planlik, o'rinlashtirilgan demasak, tashqi dunyoning ishonchini yerda qo'yamiz. Tayvanlik da'votidir. Yaqindan beri qalamkashlar youtuberlar vaqasidan va yana Tayvanlik savdo tijorat vositalaridan foydalanishdan qaraganda Jungo Kompartiyasining yetakchilik qilishi va fikr qilish huquqiga erishishga urinayotganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Şinjan masalasi bo'yicha ideologiya va xabar axborot sohasida birinchi o'ringa etib olishga urinayotganligini va Şinjan to'g'risida, Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risida, jazolar to'g'risida xalqarodagi xabarlardan oldiga o'tib fikr qilish huquqiga erishish uchun bugun Jungo Kompartiyasi Tayvanlik youtuberlarni tashkillab Şinjan Uyg'ur avtonom rayoniga, ya'ni mustamlik Uyg'uristonga elib bordi. Tayvan markaziy agentligi xabar qilib, bunda ko'rsatdi. Tayvan Ma'muriy palataning bayonotchisi Shi Zixan munosabatlik masalalarga javob qaytarib, bunda ko'rsatdi. Ma'muriy palata yaqindan beri bu mavzuning, ya'ni Tayvan youtuberlarining Şinjan'a berib video film ishlaganligi doir masala ishlaganligiga doir masala bo'yicha muhokama va munozara qo'zg'alliqqa diqqat qildi. Demak, youtuberlar Şinjan'dan tartib kelgan suratlarni Tayvan jamiyatiga qo'yibdi. Tayvanda g'olg'ala boshlandi. Buningga Tayvan hukumati Ma'muriy palata diqqat qilishga boshladi. Hozir aloqador organlar aloqador uchurlarni egallamoqda. Sen Tayvanlik youtuberlarning Şinjan'a berib kelib ishlagan video filmlari to'g'risida Tayvanda aloqador organlar aloqador uchurlarni egallamoqda. Tayvandoshlarning va Tayvanlik savdogarlarning Jungo'ga berib xatarga diqqat qilishini yana bir qatim
chaqiriq qilamiz deb ko'rsatdi Tayvan Ma'muriy palata bayonotchisi She Zixan. Bu ish sodda tijoratchilarning axloq qimmatiga ta'sir ko'rsatib qolmasdan Şinjan'a berayotgan ish Tayvanlik sodda tijoratchilarning axloq fazilatiga ta'sir ko'rsatib qolmasdan o'xshashla Tayvanning qadr qimmatiga ziyon, zahmat soladigan bir ishda. 3 noktasınızda bo'lsa vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Jungoni ziyorat qilishdan burun Jungo hukumati mushuncha bo'la ishlarni qilibdi vatanda. Shuning ichida Shinjonni unutib qolmabdi. Siz shuningdan shu masaladan mushu hozir men so'zlagan paketlardan ko'rib oling-ki, bu qatim 8-oyning 27-kuni davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivanning Beijingni ziyorat qilishi ikki masala. Birinchisi Tayvan. Tayvan masalasi to'g'risida nima qilganligini yuqorida so'zlab bo'ldik sizlarga. Ikkinchisi Shinjang masalasi. Shinjang masalasi to'g'risida Jungo hukumatining birlikcha Banxuning qanday tayyorlik qilganligi, Tayvanlik youtuberlarni, Tayvanlik savdogarlarni tashviq targ'ibot qilish uchun Shinjang qanday tashkillab elib borganligi to'g'ri so'zlaganimizdan qaraganda mening demoqchi bo'lgan bir so'zim vatandishim bu qatim Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan eng muhimi Jungo hukumati bilan oxirgi so'zni so'zlashga shunday deyli yetib borganda diqqat qilgan va o'ttirib qo'ygan ikki masalaning birisi Tayvan, birisi Shinjang masalasi. Chunki bu arbob, davlat arbobi Jack Sullivan Beijing ziyoratga berishdan burun Jungo hukumati birlashib nimalarni qildi? Mana ko'rdingiz vatandosh. Masalan, Tayvan masalasi bo'lisida Amerikadan qanday gumon qilish, prezident Lay Chang-dedan qanday gumon qilish bu o'tiribga tava deydi. Undan keyin Tayvan youtuberlarini Shinjongga tashkillash, Tayvan savdogarlarini Shinjongga taklif qilish bu ikkinchi taraf vatandosh. Bu ishni men allaqachon ko'rib bo'lgan edim vatanda. 6-oyning boshlarida masalan davlat majlisi vakillar umigining Hindistonga Dar-es-Salaamga bir, Dharamsalaga bir Tibet bilan Tibetning Dalay Lama bilan ko'rishishdan burun Tayvanning youtuberlari avval Tibetga bordi. Tibetga berib video film ishildi. Uning keyindilla mustamlika Uyg'uristonga berib video film ishildi. Hozir bo'layotgan gap 6-oyning 5-ida yuz bergan ishlar. Uning davomi 6-oyning 5-ida yuz berganda Dalay Lamaga munosabatlik davlat majlisi ma'qullagan qonun loyiha chetishlik bo'lsa, bugünkisi davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivanning Beijingni ziyorat qilishiga munosabatlik. O'tir tubki masala Tayvan masalasi va Shinjang masalasi. Yana tahlil qilamiz. Hazır emas, ata. Bugun charchadim vatandosh, kechiraman vatandosh.